Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul berdim. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'mura qilish kerak. Dadasi! Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz. Borib stroyki deb ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz. Mana Xayrilla tepadan bolani ushlab olib, qarang, milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartta ilib oling, xo'p, yuqoriga qarang. Dadasi. Umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang, dadasi. Ha. Tapishlarni almashtiray. Ay, boy bo'lib ketsangiz o'shalarda tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Alo dadasi. Nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi. Yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Basharayamizdim. Kuladigan bashar emasda. Alo dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana tushyapti. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak tushsa ham mayli edi. You don't know.